Allah bir bandasiga ikki narsani tanlashni ixtiyorini berdi. Birinchisi bu dunyoda abadiy qolib, dunyoni mulkiga musharraf bo'lishlik, egalik qilishlik. Ikkinchisi dunyodan o'tib, Allohning jamoliga musharraf bo'lishlikni o'rtasida ixtiyorlik qildi. Bandasi o'ziga ikkinchisini ixtiyor qildi. Ya'ni dunyodan o'tib, dunyodan ketib, Allohning jamoliga musharraf bo'lishni ixtiyor qildi dedilar. Bu bilan Janob Rasululloh o'zlarini o'limlariga nisbat bergan edilar. Uylariga qaytganlarida Hazrati Oysha onamiz ham betob bo'lib o'rinda yotgan ekanlar. Ey Hazrati Oysha, agar men hayot yurgan davrimda senga o'lim keladigan bo'lsa, bu sen uchun ne'mat. Negaki meni o'zim janozangni o'qiyman, qo'lim bilan qabrga qo'yaman dedilar. Bu gap Hazrati Oysha onamizga og'ir botgandek bo'lib, "Ya Allohning rasuli, meni o'limimni ko'ynis tushab qoldimi?" degan xayol bilan gapirdilar. Payg'ambarimiz o'ringa yotib qolishlaridan 2 kun muqaddam sahoba-i ikromlarning o'rtasida minbarga chiqib, "Ey birodarlar, quloq solinglar. Allah bir bandasiga ikki narsani tanlashni ixtiyorini berdi. Birinchisi bu dunyoda abadiy qolib, dunyoni mulkiga musharraf bo'lishlik, egalik qilishlik. Ikkinchisi dunyodan o'tib, Allohning jamoliga mehmon bo'lishni o'rtasida ixtiyorlik qildi. Bandasi o'ziga ikkinchisini lozim deb ko'rdi. Ikkinchisini ixtiyor qildi" dedilar. Hamma jim tursa ham Abu Bakr Siddiq ho'ngrab yig'lay boshladilar. Shunda Janob Rasul akram sallallohu alayhi va sallam, "Ey Abu Bakr, nimaga yig'laysan? Men dunyodan o'tganimdan keyin ham sizlarga manfaatim yetib turadi. Hayotlik davrimda qanday yordamim tekkan bo'lsa, dunyodan o'tganimdan keyin ham xuddi shu yordamim tegadi. Ummatimni qilgan har bir amallarni farishtalar menga ko'rsatib turishadi. Yaxshi amallaringlarni ko'rsam sevinaman. Yomon amallaringlarni ko'rganimda mag'firat qilishini, kechirishini Allohdan so'rab yaratganga iltijo qilaman. Ey birodarlar, quloq solinglar. Qaysi biringlarni eshiginglar masjidning ichidan ochilgan bo'lsa, bugundan e'tiboran eshiginglarni yopinglar. Magaramki Abu Bakr Siddiqning eshigi ochiq qolsin. Men Abu Bakrning eshigidan nur chiqib turganligini ko'rdim. Odamlar menga kufr keltirganda birinchi bo'lib iymon keltirgan Abu Bakr bo'ldi. Og'ir damlarda suyab, og'ir damlarda qatorimda turgan, yordamchi bo'lgan Abu Bakr bo'ldi. Men Abu Bakrdan roziman degan gapni sahoba-i ikromlarning o'rtalarida gapirgan ekanlar. Hattoki ko'p sahobalar taajjubda bo'lib, nima uchun Rasululloh bizning eshigimizni yopishni, Abu Bakr Siddiqning eshigi ochiq qolishni buyurdilar degan gaplarni bir-birlariga gapirganlari ham bo'lishdi. Payg'ambarimizning dardlari vazmin bo'lib, o'ringa yotib, kundan kunga og'irlashdilar. Hazrati Bilal namoz xuftonga azon etib, sahobalarni hammalari Janob Rasulullohning yo'llariga muntazir bo'lib kutganlarida payg'ambarimiz namozga chiqa olmadilar. Bilal Habashi, "Ya Allohning rasuli, sahobalar yo'lingizga muntazir bo'lib turishdi, namozga chiqasmi?" deganlarida 3 marotaba o'rnlaridan turib g'usl qilib, 3 marotaba xushlardan ketib o'ringa yiqildilar. "Ey Bilal, jamoatga yetkazing. Rasululloh o'zlari bilan o'zlari ovora bo'lib qoldilar. Dardlari vazmin bo'lib qoldilar. Men bugun namozga chiqa olmayman. Meni o'rnimga Abu Bakr Siddiq imom bo'lib namozni ado etsin" dedilar. Bu gapni eshitgan Hazrati Oysha onamiz, "Ya Allohning rasuli, meni otam Abu Bakrni ko'ngli yumshoq, ko'zlari juda ham yoshlik.